Assalomu alaykum, hurmatli og'aynilar. Mana bular Andijon viloyatining Marhamat rayonidagi asalari bo'yicha davolash joyiga kelganmiz. Mana oyoqlar yaxshi bo'ldi, qo'llar yaxshi bo'ldi. Sayoqda keldim. Mana hozir Xudoga shukur sayoqda aylab shunda yaxshi yuryapman. Hassani tashladingiz, xudo xolasa. Hassaga ehtiyojingiz qolmadimi? Yo'q, hammasi yaxshi. Hoji tog'ani mana kelganda 28.04.2025-yili kelgan Umarov Muhammadali tog'a. Xo'p, ikkala tiz og'riqlari, osteoartrozi, chap buyrak og'rig'i, tolishi, davleniya, bu qisqasi mana shu kasallar hammasiga Allohga shukr bir kursda natijaga yaxshi erishib bo'ldi. Hozirda mana qarab, sayoqda keldim. Mana hozir qadam qancha yaxshi yuradi. Kelgan paytda zo'rg'a yurar edi, hozirda mana bemalol yuradigan darajaga yetdi, xudo xolasa. Oyog'im haligi mana qarab yaxshi yuryapman. Tayoq yo'q mana. Qo'lda yuryapman. Tayoq bilan yurardim. Tayoqimni taylab mana xudo Xastaga tayanib yurardi. yetkin deganda mana zo'r bo'ldi toza. Alloh shifo bersin. Xursandmiz, Hoji bobo. Xudoga rahmat, katta rahmat. Salomat bo'ling. Bu tog'larimiz Jizzaxdan kelishgan, to'rtalasi ham birgalikda do'stlar. Ixtiyor aka, qanaqa o'zgarishlar bo'ldi sizda? Assalomu alaykum, hurmatli og'aynilar, qarindoshlar, do'stlar. Mana biz ko'p vaqtdan beri niyat qilib yurardik-da shu yerga kelishga. Chunki sizni shu yerdan insonlarni davo topib ketayotganini eshitganmiz. Do'stlarimizdan, asosiy mana g'ulom do'stimizdan eshitganmiz. Shu yigit tavsiyasi bilan kelganmiz. Bizda shu yerdan shifo topasizlar deb aytganim uchun shu mana Allohning to'g'rilari, mana 3 ta qo'shni, bitta do'stimiz birga keldik davolanishga vaqt topib. Shu Xudoga shukr, yelkalar og'rirdi, bel og'rirdi, oyoq og'rirdi. Hozir Xudoga shukr, rahmat. Hammasi mana 7 kun. Bosh og'riqlardan ham qutulib ketdingiz, xudo xolasa. Chap tiz og'riqlaridan ham qutuldingiz, yelka og'riqlaridan ham qutuldingiz, beldan ham og'riqlardan qutulib qoldingiz, xudo xolasa. Shundaymi? Eng asosiysi mana menda ariga allergiya bor edi. Shu chaqsa 2 marta reanimatsiyaga ham tushganman, shu chaqqanda. Allergiya berib. Allergiya berib, havo yetmay qolib 2 marta reanimatsiyaga ham tushganman. Bu yerda shunday qo'rqib keldim to'g'risi. Lekin mana hozir 30 tagacha, bir kunda 30 tagacha ari chaqdi. Endi albatta biologik maxsus nerv nuqtalariga, faol nuqtalarga chaqtirib muolaja qilamiz. Shu sabab unaqa allergiyalardan ham chiqarib olsak bo'ladi, xudo xolasa. Allergiyalardan chiqib mana 30 tagacha oldik, Xudoga shukr. Bir kunda 30 ta olyapsiz, xudo xolasa. Yaxshi, Alloh shifo bersin. Jononbek, ishlaringizga omad. Rahmat. Albatta yana kelamiz sizni oldingizga. Xudo xolasa, xudo Yaxshi xolasa. ekan, uni hammamizga yoqdi. Xudo xolasa borib qo'shnilarimizga yana og'aynilarga tavsiya qilamiz sizni o'rmonlaringizni. Rahmat. Sog' bo'ling. Baxtiyor aka, siz xo'p butun bo'g'im og'riqlari, revmatizm kasalligi bilan quloqda shovqin, dimlanish, prostata, oshqozon traktlari buzilgan ekan, buyrakda og'riqlarimiz bor edi ekan, bo'yin og'rig'i, yurak og'rig'i, ritmi buzilgan, davleniya bilan kelgan ekansiz. Davleniyalaringiz yaxshi bo'lib qoldimi? Xudoga shukr. Assalomu alaykum, hurmatli og'ayni qarindoshlar. Mana shuncha insonlar bilan birgalikda kelib davolanishga keldik mana shu Asal shifo markaziga. Jalolbek Tayyib qo'llariga kelib tushdik mana Xudoga shukr. 100% bo'g'im kasalligidan men keldim desam bo'ladi men. Yo'q, bo'g'im kasalliklari Xudoga shukr deyarli tuzaldi. Bir kursimizda bir 80%larga erishdingizmi? Hamma kasallingizga. Xudoga shukr. Mana bemalol turib, o'tirib degani qo'l barmoqlar hamma bo'g'imlarimda orasi yaxshi bo'ldi. Men shu yerga kelganda o'zi ish bor edi, mana ishlar yo'q bo'ldi. Qon bosimlari o'ynab turardi, bular yo'q. Yelkada, bo'yindagi og'riqlar, yurak atrofidagi og'riqlar Xudoga shukr. Deyarli ketdi desam bo'ladi. Alloh shifo bersin. Xudoga shukr, Alloh shifosini beryapti. Ixlos qilsa hamma narsa ixlosda der ekan, mana kelinglar shu yerlarga, shifo topinglar. Bemor kasal bo'lmasdan turib oldin kelsalaring ham bo'ladi, profilaktika uchun deganda. Alloh shifo bersin. Xudo xolasa kelganki odam davomut ketmaydi bu yerdan. Kelinglar, sog'ayinglar, sog' salomat bo'linglar. Sog' bo'ling. Hammaga rahmat, Jalolbekka ham rahmat, xizmat qilganlar hammasiga rahmat, sog' bo'lsin.
Xolbek aka, xo'p, siz ham davleniya bilan kelgan ekansiz. Buyrakda shikoyatlar, prostatada, ikkala oyoq boldir og'riqlari, ikkala qo'l og'riqlari, quloq quloqdagi shovqin, bel og'rig'i. Bu kasallarga mana bir kurslik natijamizni qanaqa bo'ldi? Necha foizga o'zgarishga erishdingiz? Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Mana shu men kelgan paytim mana shu ikki oyog'im qo'lim og'rib kechasi bilan uxlay olmasdim. Og'riqni kuchliligidan uxlay olmasdingiz, a? Uxlay olmasdimda. Keyin belim og'rardi. Mana hozir Xudoga shukur 80%, 90% desam ham bo'ladi. Foyda qildi. Og'riqlardan qutuldingiz, xudo Og'riqlardan xolasa. qutuldim. Davleningiz ham yaxshi. Davlenim ham yaxshi. Normallashib qoldi. Ko'plab borardim hojatxonaga. Hozir yo'q. Ular ham normallashdi, xudo xolasa. Ta'minlashdi ular. Yaxshi. Quloqdagi shovqin nima bo'ldi? Shovqin ham yo'q bo'ldi. 100% shovqin. Quloqdagi shovqindan siz xudo xolasa 100% ga qutuldingiz bir kursimizda. Bir kursda. Alloh shifo bersin. Xursandmisiz axir? Ha, xursandman. Rahmat sizga. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'linglar. Rahmat katta. Rahmat.